Yaxshilab quloq solinglar. Ikkala quloqinglar bilan, qalb quloqinglar bilan eshitinglar. Jiddada bo'lgan voqea. Chorrahalardan birida kichik yuk mashinasi va yengil mashina to'qnashib ketdi. Yuk mashina haydovchisi sudanlik, yengil mashina egasi saudiyalik bo'lib, to'qnashuv natijasida ikkala mashinaga ham unchalik zarar yetmagan edi. Saudiyalik jahl bilan mashinasidan tushib, to'qnashuv to'liq o'zining xatosi natijasida bo'lganiga qaramay, sudanlikni so'kib, haqoratlab, la'natlab oldiga bordi-da, yuziga tarsaki tortib yubordi. Zarbaning kuchliligidan sudanlik haydovchining ko'zi chiqib ketay dedi. Lekin u senga Alloh kifoya qilsin, ishimni unga topshirdim. Men seni haqqingda xato qilgan bo'lsam, Allohning o'zi meni hisob-kitob qilsin. Agar menga zulm qilgan bo'lsang, Alloh sendan kechiktirmasdan tezlik bilan o'ch olsin deya ayta oldi xolos. Sudanlik kishi voqeani davomini aytadi. Bu yerdan ketdim. İçimde bir olov yonardi. Qayta hasbiyalloh, ya'ni Alloh menga kifoya, menga Alloh kifoya deb aytardim xolos. Bir necha kun o'tgach, mol bozoriga borib, mashinamni bir chetga qo'ydim. Shu payt bir kishi kelib, ikkita qo'yim bor, anavi ko'chadagi oshxonaga olib borib bermaysanmi deb so'rab qoldi. Men rozi bo'ldim. Qo'ylarni mashinaga yukladik. U o'zining mashinasi bilan oldinga o'tib, yo'l ko'rsatib bordi. Manzilga yetgach, qo'limni ushladi-da, meni tanidingmi dedi. Yo'q dedim. U men sen bilan mashinada to'qnashib ketgan, yuzingga urgan kishiman dedi. Men yana o'sha kungidek u ishni huzurida haqlar zoyi bo'lmaydigan zotga, Allohga topshirganman deb javob berdim. Shu vaqt uning ko'zlariga yosh keldi. Qaniydi o'shanda mening ustimdan politsiyaga yoki sudga arz qilganingda, yoki meni urib qasosingni olganingda. Sen ishingni topshirgan zot, o'sha Alloh taolo voqeani ertasigayoq mendan qasos oldi. Xuddi shu mashinada avtohalokatga uchradim. 2 farzandim, o'g'lim va qizim halok bo'ldi. Allohga qasamki, men ko'chalarni kezib, kechirim so'rash, roziligingni olish uchun 15 kundan beri seni qidiraman. Menga kelgan musibatga sabr qildim. Buni qilgan zulmim uchun dunyoda berilgan jazo deb bildim. Lekin aniq ishondimki, oxiratdagi hisob-kitobdan qochib qutulib bo'lmas ekan. Mana men oldingdaman. Sendan faqat bir narsani so'rayman. Mendan qasosingni ol. Xohlagan ishingni qil, lekin meni kechir. Uning holatini, yig'layotganini ko'rib rahmim keldi. Unga kechirimli kishi hurmatga sazovordir. Alloh seni kechir